Nimaga 20 yildan buyon har bir mijoz House Mobile'dan rozi bo'ladi. Chunki House Mobile'da 20 dan ortiq xodim faqatgina bitta maqsad yo'lida, mijoz roziligi maqsadida harakat qiladi. Siz bizdan smartfon olib turib arzon olganingizni his etsangiz, eng yuqori sifatli smartfonni atrofda yo'q narxda olganingizni his etsangiz, kafolati bilan olib, kafolatiga javob qilgan paytimiz xursand bo'lsangiz, bizning yutug'imiz shundadir. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Eng arzon narxlar, eng katta kafolat, eng yuqori sifat, eng yaxshi servisni sizlarga taqdim etaman. Bugungi chegirmalarni kutib olinglar. Men sizlarga iPhone 7 Pro ni 1400 sotilyapti yangisi, $1190 eSIM-largacha o'tgan 100 batareyaga 256 variantini beraman. Hozirgi paytda eng zo'r seriya bu A seriya. Chunki quvvatli batareya, qizimaydigan protsessor, ishlash unumdorligi, ixcham dizayn. i7 5G ni men sizga eng katta xotira 256 li va eng so'nggi A seriyaning noyob grey rangini taklif etmoqchiman. $480 ga emas, atigi $390 ga. Puliga 100 ga 100 arziy oladi. Budjet segmentidagi smartfonlarda eng ko'p sotilayotgan modeli A17 va undan ko'ra 2 barobar kuchli modelni A17 $200 bo'lsa, buni narxi $160 ga hattoki salafanlar olinmagan. Bunaqa taklifni bilsiz bilasiz, lekin noyob taklif. Aynan iPhone 1 ni nimaga biz Dubaydan olib keltirdik Amerika regionida? Chunki O'zbekistonda bunaqa ideal iPhone 1 yo'q hech qayerda. Men 100% javob bera olaman. Chunki deyarli ishlamagan smartfon, 100% radno, eSIM-gacha o'tgan, 64-89% batareya bilan smartfonni $220 ga qilib beraman. Haqiqiy premium noyoblikni sizlarga his ettirish maqsadida bu modellarni olib keltiramiz. Aynan men sizga O'zbekistonda ishlagan variantini mana hattoki 128.92 bo'lishiga qaramasdan $222 ga mana shu 64 talik narxida qilib beryapman. Foydalanib qoling, bunaqa narxlar, g'animat narxlar. iPhone 13 Pro ni O'zbekistonda ishlamagan, eSIM-gacha o'tgan, radnoy holatda va shu jumladan qora rangli 128.95 hammasi bir xil narxda keldi, $429 dan. Kecha ko'pchilik bizdan talab qilgan model bu iPhone 16 Pro. 16 Pro ni ham topilishi qiyin bo'lgan natural rangi. Endi e'tibor bering, $128.96 men o'zim rostdan gapiraman, $800 dan qimmatiga olishga tayyorman, lekin 795 ga qilib berishga ham tayyorman sizlarga. Narxlar arzon, hattoki kelayotgan optim narxlardan da arzon. iPhone 2 Pro ni 128.97 ideal darajada $310 ga, hattoki bizda $300 variantlari ham bor. Mana ideal darajada. Xudo xolasa iPhone 4 Pro ni 128.93% bo'ladimi, 128.88% bo'ladimi, hammasi chetdan kirib keladi. Bitta nuqtasi bo'lmaydi. Narxi bir xil $530 dan kirib keldi va O'zbekistonda ozgina muddat ishlagan, o'ta darajada ideal bo'lgan 128.88% li $510 ga. Bunaqa yangi iPhone 14 Pro ni men o'zim 510 dan qimmatga olaman kerak bo'lsa. Foydalanib qolishingizni iltimos qilib qolaman. Men sizga Redmi Note 13 Pro Plus 5G taklif etaman. Dimensity 72 Ultra 200 megapikselli professionalli kamera smartfon $215 ga, 100 ga 100 arziy oladi. Mashaalloh, islomiy rangda Amerika regionida eng yaxshi iPhone 13 Pro Max ni eng yaxshi narxda 128.97 eng kuchli taklif ila atiga $485 ga beraman. $500 dan hozir arzoniga 13 Pro olish bu imkonsiz masala. Galaxy S22 qarang, kecha bizga S22 10 tadan ko'p bitta tamanchimni oldim. 230 dan ancha qimmat oldim, lekin men bugun sizga 230 ga qilib bermoqchiman. Nimaga bunaqa arzon? Chunki biz arzonroq olsak, arzonroq qilib beramiz. Maqsadimiz har doim tovar bizda bo'lishligini ta'minlashlik. Misol uchun S22 olmoqchisiz, A+ holatda bitta ham nuqtasi yo'q, siz qidirib topa olmaysiz. Biz berayotgan narxda ayniqsa. iPhone 4 Plus 128.87% li. Tasavvur qiling, men sizga shunaqa narxda berayki, iPhone 14 Plus ni 13 Pro narxida beray. $435 ga. Bu sensatsiya. Bu 14 Plus ni shuni biling, qanchalik katta iPhone ishlatar ekansiz, shunchalik rohatlanasiz. Men bunga ishlatib ko'rgan, sinab ko'rgan, boshidan kechirgan inson sifatida gapiraman. iPhone 2 Pro Max ni 128.90% lisini $378 qilib beraman. Haqiqiy yangisini qilib beraman. Lekin bizda O'zbekistonda ozgina ishlagan, bu O'zbekistonda ishlamagan, eSIM o'tgan edi Amerika regionida. Amerika regionida O'zbekistonda ishlagan, narxi $340 ga, 128.93% li. Tasavvur qiling, smartfonlarimizni hamma variantlarini olishingiz mumkin. Siz House Mobile ni tanlang, chunki hozirgi paytda smartfon tanlashdan muhim joyi magazin tanlash bo'lgan zamonda yashayapti. Chunki ko'pchilik kreditga smartfon oladi, ertaga sotib yuboradi. Ertaga
siz birorta do'kondan arzonga olgan telefoningizda kredit chiqib qolsa, borsiz ko'pchilik tamom edi. Hattoki o'zimni boshimdan ham kechirganman. Ayrim telefon pochtalariga telefon bergan, telefonda muammo chiqsa yo'q bo'lib qoladi. Shunaqa insonlardan saqlanish uchun ham ishonchli joylardan xarid qilinglar. Ishonchli joylar esa kamyob bo'ladi. Biz sizga 20 yillik ishonchni taklif etamiz. iPhone 16 har doim ham kelaveradigan model emas. 256lisi 128 ta narxdan arzon. Odatda 256liklari 600 dan arzoniga bo'lmaydi, lekin 595 dollarga xudo xolasa eng qulay narxda. S21 ning oq rangi kamyob bo'ladi. A- ham даже 180 dollar kelyapti o'zimizga. Men sizga 180 dollarga A- variant taqib beraman. iPhone 11 ning red produkt rangi. Siz buni sovg'a qiladigan insoningizga bersangiz, ishoning, butun umr qalblarida o'chmas iz qoldirasiz. Haqiqatan noyoblikni, san'at asarini sovg'a qilgan bo'lasiz. Shuning uchun ham orqasiga yozib qo'yadi. Red produkt deb. Bu smartfonda rangini qimmatroq chiqaradi va bundan keladigan foydani Apple kompaniyasi ehson qiladi. Buni o'qisalar ham bilasizlar, lekin narxini emaslarga. 189 dollarga tasavvur qiling, 64.90 dan yuqori, o'zim 200 dan qimmat olaman даже. Qanaqa arzon narxda qilib beryapman. iPhone XS ni 64-100 batareyka 165 dollarga. iPhone 12 Pro ni 128 99% 305 dollarga. Galaxy S22 Ultra haqiqiy yangi 378 dollar evaziga. Va men sizga Galaxy S22 Ultra ni Dubay regionida ham 379 dollar qilib beraman. Ideal darajada. Galaxy S24 nimaga noyob? Chunki bu yengil, chunki bu ixcham, chunki bu titandan ishlangan 8256 lik 430 dollarga haqiqiy professionalniy tanlov deb ayta olaman. Bizda bor yo'q 40 dollarga ham shunaqa ideal Redmi 10 modellarimiz sotuvda bor. iPhone 12 Pro 128.97 O'zbekistonda ishlamagan eSIM ham o'tgan 320 dollarga. 12 Pro Max ni 128 93%lisi. Aynan sizga iPhone 15 Pro ni shunaqa yangisini berayki 660 dollarga bitta ham nuqtasi yo'q. Haqiqiy elegantni model. Ishoning, bunaqangi qora rangda, bunaqa idealni men anchadan buyon sotmagan edim. Aynan iPhone 7 Pro ni qorasini olaman siz 4000 dollardan ko'p rasxod qilishingiz kerak. Pered zakaz keladi. Mana sizga Note 8 atiga 120 dollarga haqiqiy yangi model, haqiqiy ideal model. Aynan Note 8, Note 9 6 ga 128 talik 130 dollarga. Aynan sizga Londonda ishlab chiqarilgan Carl P, ya'ni Honor'ni tashkil qilgan inson tomonidan ishlangan Nothing Phone 2A modelimiz, yangi avlod model, orqasi shikarnaya podsvetka. O'ta noyob ko'rinishga ega bo'lgan premium segmentdagi Nothing Phone smartfonni bilasiz 500 dollardan arzoniga olishning iloji yo'q, lekin men bugun buni 290 dollarga, ishoning 290 dan qimmat ham kelgan o'zimga chegirma qilib beryapman. Aynan sizga esa uni 130 dollar qilib beraman, bilasiz 155 dollarlik smartfon. Xudo xolasa iPhone 13 Pro ni bugun 400 dollarga qilib beraman, moviy osmon rangda, faqatgina bir dona kirib ketdi xolos. iPhone 11 Pro ni 64.90 dan yuqori 255 dollarga. iPad modellarimiz ham bor. iPad Mini 5 aynan 99 dollarga. iPad baribir iPad ekan. Apple gadjetlari insonga rohat, insonga ishda unumdorlik berar ekan. Mana men ertalabda bitta narsani MacBookda amalga oshirdim, bitta ishni. Shunaqangi rohatlandim. Haqiqatda Apple ekosistemasi inson uchun yaralgan ekosistema deb ayta olaman. iPhone XR sizga chegirma narxda 128 100 batareyka bilan 175 dollarga, 200 dollardan arzoniga olish bu imkonsiz masala. 64 100 175 dollarga eSIMlargacha o'tgan haqiqiy toza, ideal Dubaydan kelgan, O'zbekistonda hali ishlamagan telefon. Bu smartfonlar har birini ko'rsatib o'tdim degan umiddaman, lekin bu hali hammasi emas. Bu bizning asosiy filialimiz emas. Bizning asosiy filialimiz endi hozir video qilinadi. Agarda ujo'dagi telefonlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, pastda Telegram havola bor. Albatta obuna bo'ling. Siz uchun manfaatli xususiyat, rasm, video, batafsil xarakteristikalarni yozib ko'rsatib berganman. Albatta bizni Instagram orqali kuzating. Kunlik chegirmalar, kunlik noyobliklarni taqdim etib boramiz inshaalloh.